Tana, ong va salomatligingizni bir yo'la o'zgartira oladigan oddiy odatga ega bo'lishni istaysizmi? Velosiped haydash aynan siz izlayotgan oltin chipingiz bo'lishi mumkin. Bugun men sizlarga har kuni velosiped haydasangiz nimalar bo'lishini ko'rsataman. Ishonchim komilki, natijalar sizni hayratlantiradi. Kuzatishda davom eting. Buni o'tkazib yubormasligingiz kerak. Qani, haydashni boshladik. Avvalo, velosiped haydash paytida qaysi mushaklar bilan ishlaysiz? Velosiped haydash boğimlarga og'irlik tushirmagan holda tananing butun pastki qismini harakatga keltiradi. Son mushaklari, orqa son mushaklari, boldir va dumba mushaklarida yonishni his qilasiz. Lekin bu hammasi emas. Velosipedda tana muvozanatini saqlab turish zarur. Bu esa qorinning old va orqa mushaklarini ham faollashtiradi. Qanchalik ko'p velosiped haydasangiz, tanangiz shunchalik baquvvat va barqaror bo'ladi. Endi yog' yo'qotish haqida gaplashaylik. Velosiped haydash modda almashinuvini tezlashtiradi, muskul massasini rivojlantiradi. 1 soatlik minish taxminan 500 kaloriya sarflashi mumkin. Bu taxminan 55 gram yog' degani. Tasavvur qiling, har kuni atigi 1 soat velosiped haydash natijasida oyiga 1,6 kilogramdan ortiq yog'dan xalos bo'lishingiz mumkin. Xushbichim va baquvvatroq bo'lishga tayyormisiz? Unda davom etamiz. Yana bir super foyda: qilbovar qilmas chidamlik. Kundalik velosiped haydash chidamligingizni oshiradi. Bu nafaqat mushaklarda, balki butun tanangizda seziladi. O'zingizni yanada tetik, kuchli va serg'ayrat his qilasiz. Kundalik yumushlaringizni tabassum bilan bajarishga qodir bo'lasiz. Yuragingizga ozgina g'amxo'rlik ko'rsatmoqchimisiz? Velosiped haydash yurak uchun eng zo'r kardio mashg'ulot bo'lib, u yurakni mustahkamlaydi, qon aylanishini yaxshilaydi va xolesterin darajasini muvozanatlashtiradi. Bu yurak faoliyatini yanada yaxshiroq ishlashini ta'minlaydi. Uni vaqtidan oldin zaiflashishi kelajakda jiddiy kasalliklardan himoya qiladi. Bundan tashqari, velosport o'pkangiz quvvatini ham oshiradi. 1 soat yoki undan ko'proq vaqt davomida chuqur, faol nafas olganingizda o'pkangiz toksinlardan tezkor tozalanadi. Maslahatim: toza havodan nafas olish va maksimal foyda ko'rish uchun parklar yoki tabiat qo'ynidagi yo'laklardagi yo'nalishlarni tanlang. Muvozanat faqat dorbozlar uchun emas. Velosipedda har doim o'zingizni muvozanatda ushlaysiz. Bu esa muvozanat, omad va harakatlar muvofiqligini yaxshilaydi. Yaxshi muvozanat esa kundalik hayotda jarohatlanish xavfini kamaytiradi. Asabiylashyapsiz yoki kayfiyatingiz tushkunmi? Velosiped haydang. Velosiped haydash stress, xavotir va xato tushkunlikni kamaytiradi. Fikrlaringizni tiniqlashtiradi, diqqatni oshiradi va baxt gormonlari endorfinlarni ishlab chiqarishga turtki bo'ladi. Hatto 10 daqiqalik qisqa sayr ham kayfiyatingizni ko'tarishi mumkin. Sizni hayratga soladigan yana bir fakt: velosiped haydash miyangizni ham kuchaytiradi. U miyada qon aylanishini yaxshilaydi, yangi hujayralar o'sishini rag'batlantiradi va xotirani mustahkamlaydi. Shuning uchun ko'plab san'atkorlar, yozuvchilar va rahbarlar o'zlarining eng yaxshi g'oyalarini aynan velosiped haydash davomida o'ylab topishga ishonishadi. Teringiz yaltirab turishini xohlaysizmi? Velosiped haydash qon aylanishini yaxshilaydi, kislorod va ozuqa moddalarini to'g'ridan-to'g'ri teri hujayralariga yetkazadi. U hatto terining ko'proq kollagen ishlab chiqarishiga ham yordam beradi. Ajinlarni kamroq ko'rinadigan qiladi va teringizni yosh hamda tetik saqlaydi. Xulasi shuki, har kuni velosiped haydash nafaqat tanangizni, balki aql-idroqingizni, yuragingizni, o'pkangizni va hatto teringizni ham o'zgartiradi. Shunday ekan, velosipedingizni oling, yo'lga chiqing va kuchliroq menga aylanish sayohatingizni boshlang. Bu kanalda boshqa ajoyib videolarni o'tkazib yubormang. Keyingi sayyorda ko'rishguncha.